Assalomu alaykum. Bu videoda oson kassadagi navbatdagi yangilanishlar haqida gaplashamiz. Endilikda, agar Oson apteka tomonidan biriktirilgan MIXI kodi sizga mos kelmasa, siz o'zingiz mustaqil ravishda yangi MIXI kod tanlash va biriktirish imkoniyatiga egasiz. Buning uchun admin panelda 3 xil joydan foydalanishingiz mumkin. Spravochniki bo'limi, Tekushya statki hisobot sahifasi yoki Поступление подбор tovarov oynasi. Har birida mahsulot ustida o'zgartirish kiritish orqali yangi MIXI kodni tanlash imkoniyati mavjud. Ro'yxatdan kerakli mahsulotni tanlab, qalamcha tugmasini bosing. Ochilgan oynaning pastki qismida Мои данные qismi qo'shildi. Shu yerda Использовать мой ИКПУ katakchasiga tasdiq belgisini qo'ying. So'ngra siz o'zingizga kerakli MIXI kodini kiriting va mos o'lchov birligini tanlang. Agar siz bu tasdiq belgisini qo'ysangiz, Oson apteka tomonidan berilgan avvalgi MIXI kod rad etiladi va o'zingiz kiritgan yangi MIXI kod hamda o'lchov birligi kassaga yuboriladi. Yana bir muhim jihatga e'tibor qaratishingizni so'raymiz. Agar siz kiritgan MIXI kod tasnif.soliq.uz portalida allaqachon boshqa MIXI ga o'zgartirilgan bo'lsa, ma'lumotlarni saqlash vaqtida dastur bu xabarni ko'rsatadi. Ekranda siz kiritgan eski MIXI qizil rangda, yangilangan MIXI esa yashil rangda aks etadi. Agar siz ushbu oynada tasdiqlash tugmasini bossangiz, eskirgan MIXI bo'yicha ishlashda davom etasiz. Agar yangi MIXI dan foydalanishni xohlasangiz, yashil rangda ko'rsatilgan yangi MIXI koddan nusxa ko'chirib oling. So'ng bekor qilish tugmasini bosing va yangi kodni eski kod o'rniga qo'yib foydalaning. Ushbu videoda oson kassada amalga oshirilgan so'nggi yangilanishlar bilan tanishdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Oson apteka dasturlari bilan biznesingizni oson boshqaring va yangiliklar bilan hamnafas bo'ling. Biz bilan hammasi oson.